E'tiboringizni uyali aloqa va axborot texnologiyalariga oid muhim yangilikka qaratamiz. Samarqand shahrida M360 Yevreji 2026 nufuzli xalqaro forumi o'z ishini boshladi. Forum Yevrosiyo mintaqasidagi soha yetakchilari, siyosatchilar, texnologik innovatorlar va investorlarni bir maydonda jamladi. Katta formatdagi amaliy muloqotda Raqamli texnologiyalar vazirligi va mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan yirik uyali aloqa kompaniyalari hamkorligida tashkil etildi. Forum O'zbekistonning mintaqadagi raqamli transformatsiya jarayonlaridagi faol ishtiroki va xalqaro axborot texnologiyalari hubi sifatidagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Tadbir davomida sun'iy intellekt, raqamli infratuzilma, telekommunikatsiya, raqamli siyosat, innovatsion tartibga solish hamda investitsion hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Amaliy muloqotlarda tizimdagi xalqaro kompaniyalar vakillari, yirik investorlar hamda ekspertlar ham ishtirok etishdi. This is my fourth visit here in Uzbekistan. Bu mening O'zbekistonga 4-chi tashrifim ekanligini mamnuniyat bilan aytmoqchiman. Men mamlakatning so'nggi 14 yil ichida erishgan yutuqlarini, ayniqsa telekommunikatsiya sohasida va raqamli infratuzilmasini yuksak rivojlantirishda erishgan yutuqlarini ko'rib juda xursand bo'ldim. Tizimda O'zbekiston erishgan ulkan yutuq va tajribani Pokistonda ham tatbiq etish o'rinli deb hisoblayman. Qayd etish kerak, mamlakatda qulay ishbilarmonlik muhiti va shart-sharoitlar investorlar uchun qo'l kelmoqda. Xususan ochiqlik siyosati, soliq va boshqa imtiyozlar, maxsus texnologik zonalarning tashkil etilayotgani investitsiya oqimi ko'plab kompaniyalarning mamlakatga qiziqishini orttirmoqda. Albatta, bu natijalar O'zbekistonni tez orada mintaqada texnologiya markaziga aylanishiga xizmat qiladi. Мы проводим данный форум второй год подряд. Biz ushbu forumni O'zbekistonda ketma-ket 2-yil o'tkazyapmiz. Amaliy muloqotda raqamli davlat xizmatlari va sun'iy intellekt, aloqa tarmoqlari yo'nalishlarida erishilgan yutuqlar xalqaro ekspertlar tomonidan ijobiy baholandi. Mamlakatning har bir hududiga 5G internet tezligi kirib bormoqda. O'zbekiston ushbu standartni ishga tushirishda birinchilardan bo'ldi. Shuningdek, O'zbekistonda mintaqa miqyosida bank sohasi, operatorlar, moliyaviy raqamli xizmatlar ko'rsatishda rivojlanish darajasi yuqori. O'zbekiston o'zini mintaqaviy texnologiya va startap markazi sifatida namoyon etmoqda. Mamlakat raqamlashtirish va innovatsiyalarga katta sarmoya kiritmoqda. Bu kabi muloqotlar o'zaro tajriba almashish va O'zbekistonda axborot hamda aloqa tizimlarini yanada rivojlantirishda, yangidan yangi innovatsiyalarni tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi.